Buqa boqishni yangi boshlamoqchi bo'lganlar juda ko'p so'raydi mendan. Qanaqa buqa olsam bo'ladi, qanaqa poroda O'zbekiston sharoitiga qaysi poroda tez moslashadi, issiqqa, sovuqqa qaysi poroda chidamli deb. Birdaniga aytaman, simental. Simental poroda issiqqa ham, sovuqqa ham yaxshi moslashadigan siz so'ygan payti ko'p yog' bermaydigan porodalardan biri simental bo'ladi. Angus ham katta foiz yog' beradi, Grifford katta foiz yog' beradi. Simental, Charolais, limuzin. 3 ta parodani men sizlarga tavsiya qilaman, addushi. Bu birinchisi Charolaisga pomey simental, bu chista simental, chista deganda rossiyskiy simental. Bu Griffordga pomey simental, bu ham simental. Почти hammasi simental. Lekin xon bor baribir Charolais. Borib Charolais deb o'tiring O'zbekistonga ayrim blogerlarga o'xshab. Simental. Xo'p. Addushi tavsiyam simental boqinglar. Kommentariyada simental boqadiganlar yozib qoldiringlar. Necha oy boqib, nechta foiz go'sht olgansizlar? Iloji boricha qassobga yaxshi boqqan buqalaringizni taroziga emas so'yib beringlar. Iloji boricha so'yib beringlar. Sababi foiz katta beradi. Foiz 65 68% gacha beradi simental. Ja 70 deyman. 70 yog'ida Charolais bilan limuzin beradi. O'tak, foydali ma'lumot, bir like bosib, kanalimizga obuna bo'linglar. Rossiyadan O'zbekistonga chorva yuborish bo'yicha sizga yordamchi bo'lamiz inshaalloh. Aloqaga chiqamiz. Aloqa faqat WhatsApp orqali. WhatsApp nomerlarimiz pastda bor. Assalomu alaykum, rahmatulloh.